Gapirayotganingizda og'zingizdan noto'g'ri so'z chiqib ketganmi? Hech omma oldida noto'g'ri so'z aytib xijolat bo'lganmisiz? Yoki gapirayotganda noto'g'ri so'zni aytib, keyin nima deyishni bilmay qolganmisiz? Xavotir olmang. Bugun men sizga aynan shunday o'rinda nima deyishni o'rgataman. Avvalo shuni bilish kerakki, xato qilish bu normal holat. Hamma xato qiladi. Faqat shunday holatda nima qilish kerakligini bilish kerak. Eng ko'p tarqalgan noto'g'ri reaksiyalar. Birinchisi, xato qilganda jim bo'lib qolish. Bu yanada noqulaylikni orttiradi va auditoriyani g'alati holatga soladi. Hech narsa bo'lgani yo'q deb jiddiy nutqni yana davom ettirish. Muammo auditoriya sizni sun'iy va ishonchsiz deb qabul qiladi. Xo'sh, xato qildingiz. Endi nima qilish kerak? 3 asosiy qoida. Birinchisi, kulgu bilan qabul qiling. Xato qildingizmi? Hazillashing va yana davom eting. Masalan, bunday gapirishni hech ham o'ylamagandim. Ikkinchisi, xatoni tan oling va to'g'rilang. Masalan, bugun seshanba. Yo'q, bugun chorshanba. Uchinchisi, xatodan dars oling va qayta takrorlamang. Eng muhimi, xato qilgandan keyin to'xtab qolmaslik. Siz yana urinib ko'ring. Endi siz xato qilganda nima qilishni bilasiz. Agar xuddi shunday foydali maslahatlar kerak bo'lsa, menga obuna bo'ling.